Sherigiz olamdan o'tgan bo'lsalarda, omonatlariga xiyonat qilmasdan yanada u odamni ham oilalarini o'zingizni xuddi oilangizdek tutib, mana shunaqa aka joylarga yuborib, ravo ko'rayotganingizga qoyil qoldim xullas. Niyat qilgandilar dekabr oyida otamni, onamni tug'ilgan kunlari kelyapti dekabr oyida yuboraman deb. Va buni men emas, buni mana o'g'illari o'zi yuboryapti desak ham to'g'ri bo'ladi. Shu o'tdilar, lekin halimizda yashaydi, yashab keladi hamma vaqt. Duo qilib qo'ysangiz ular haqlariga. Juda ham yaxshi inson edilar, taniganlar bo'lsa. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Minnatdor. Umra, hajga bormoqchi bo'lsangiz bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu reklama emas, bu menga yaqindan yordam bergan akalar bo'ladi. Yaqindan yordam bergan akalar bo'ladi. Kimdirlar reklamani o'ylasa, inshaalloh hali siz u biz birgalikda xizmatda bo'lamiz. Inshaalloh. Safar bexatar bo'lishiga va deydi insonlar aldanib qolmasligiga biz yordam beramiz birgalikda. Mana shu akamiz bilan birgalikda